Assalomu alaykum söyümlük dostlar. Sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz rahimdillik haqida bo'ladi. Rahimdillik deganimiz insonlarga va butun jonliqlarga illiq va yumshoq muomala qilishni ko'rsatadi. Atrofimizdagilarning yaxshi bo'lishi va yomonliklardan yiroq turishi bizning rahimdillik engimizning qandoq bo'lishiga bog'liq. Mayli cho'ng bo'layli, mayli kichik bo'layli, hammamizning qalbida mehr shafqat tuyg'usi mavjud. Bu tuyg'ular biz parvish qilgan sari kuchayib boradi va atrofimizni shod-xuromlikqa cho'mdiradi. Biz bu tuyg'ularimizni faqat boshqalarga illiq muomala qilish, sharsiz yaxshilik qilish va rahimdil bo'lish bilan parvish qila olamiz. Qalbimizdagi mehr shafqat tuyg'usi orqali insonlarga, hayvonlarga, hatto gul-giyohlarga rahimdil bo'lganimizda ko'ngil bag'ishimiz gul-chechaklarga burkunadi. Undaqda bugundan boshlab qalbimizdagi mehr shafqat tuyg'usini amaliy ish harakatlarimizda aks ettirib, rahimdillikni kundalik turmushimizning asosiy qismiga aylantiraylik. Qiynamsa, qo'lingizga qalam elib, savollarni ishlab beqinglar. Birinchi savol: fuqingiz yoki songlingizning yig'layotganini ko'rsangiz qanday qilasiz? A. Yig'idan to'xtatishini kutaman. B. Nimishqa yig'laganligini so'rab, yig'isini pasaytishga tirishaman. C. Uning yenidan ketib, o'ynaydigan boshqa birini topaman. İkinci savol. Yo'lda ketayotganingizda yaralangan bir mushuk uchirtib qolsangiz qanday qilasiz? A. Ko'nglim yerim bo'ladi, lekin uning uchun qo'limdan hech ish kelmaydi deb qarayman. B. Uningga yordam qila oladigan birini tepishga tirishaman. Cho'nglarga ahvolni aytaman. C. Bak qo'rqaman va darhol yiroqqa ketaman. Üçüncü savol. Boğunuz ağrıb qalsa qanday qilasiz? A. Allah shifolik bersin deyman. B. Bo'yniga esilib turib, tezlik yaxshi bo'lib ketadiganligini aytaman. C. Mijozining yaxshi emasligini aytaman va qachon saqlaydiganligini so'rayman. Dördüncü savol. Fuqingiz yoki singlingiz ko'cha bo'ylaridagi gullarni uzsa qanday qilasiz? A. Gullarning to'limi chiroyli ekanligini aytaman. B. Uningga gullarning bir jonliq ekanligini, uzib etmasak texmi chiroyli cho'ng bo'ladiganligini tushundirman. C. Menmi uningga qo'shilib, o'zim yoqtirgan gullarni uzib olaman. Beşinci savol. Biror do'stingiz parishon bo'lib qolsa, uningga qanday tasalli berasiz? A. Uning uchun qayg'uraman va bo'ldi qilbak qayg'urib ketma deyman. B. Qo'lini tutib turib, uningga qanday yordam qila oladiganligimni so'rayman. C. Yig'lang'ular bilan qat'iy xo'shim yo'q. Oltinchi savol. Ağrıb qalgan vaqtingizni qanday o'tkazishni xohlaysiz? A. Amal bor tez saqayib ketish uchun yaxshi dam olaman. B. Do'stlarimning yenimda bo'lishini va meni bag'riga besishini xohlayman. C. Hech kimning ovozini anglashni xohlamayman, yolg'iz qolishni xohlayman. Yettinchi savol. Dadingizni ranjitib qo'yganingizda qanday qilasiz? A. Ochiqning yenishi uchun ozroq vaqt o'tishini kutaman. B. Xatoligim uchun afv so'rab, qayta sodir qilmaslikka tirishaman. C. Men ochiqliginligi uchun menmi uningdan xafa bo'laman. Sakkizinchi savol. Siz o'ltirgan avtobusga yoshli cho'ng biri chiqib qolsa qanday qilasiz? A. Yashangan kishi bo'lsa o'rin bo'shatib berman. Agar yosh bo'lsa, qarim bo'lmay o'ltirib B. Darhol o'rnimdan turib, o'rin beraman. C. O'ri turish tez bo'lg'ashqa ba'zida uxlagan bo'lib olaman. 9. savol. Ko'cha hayvonlari uchun qanday yordam qilasiz? A.
Yaz günlərində işik aldığa su və yeməklik qoyub qoyuman. B. Öyümüzün şəraiti yar bəlsə, öydikilər bilən məsləhətləşib, yardımga ehtiyacı var birə hayvanını beqib alıman. C. Hayvanlardan qorxuman, şum ularga yaqınlaşmayman. 10-cu sual. Sizcə, texmi rəhimdil bir musulman buluş üçün qandaq qilishiniz gerek? A. Bu haqda çoğunluğa əgişib ularni ülgü qılıman. B. Həmməyləngi qolumdan kelişicə mehribanlıq qilish tirişiman. C. Xalığının boyucu muamele qılıman. Rəhimdillik haqqındakı suallar şunun bilan tugdi. Əmdi cavablarını tekşirib baqaylı. Əgər A cavabını köp tanlagan bolsanız, söyümlük qayrindişim. Başqalarga oxşaş rəhimdillik toyğusu sizning qalb dövrəngizdən orun apdı. Pərverdigarimiz mehribanlıq qılıb, biz yaşayotgan öyni və ailemizni bizga bəxş etgəndək, bizning başqa canlıqlarga aşundaq rəhimdillik bilan muamele qilishimiz üçün bu anni qalbimizga o'rinlashtirgan. Şuna biz rəhimdillik engimizni texmi yaxşı əks etdirgəndə aldı bilan Pərverdigarimizning ondan ətrafımızdagilarning bizga texmi rəhimdillik bilan muamele qilganini görürüz. Bu haqda sizdən bir ishni ötünüman. Söyümlük Peyğəmbərimizning insonlarga və hayvonlarga ko'rsatgan rəhimdilligi haqida o'yingizdagilardan bir qancha savol so'rab, hammaylar birlikda bu haqda izinib beqinglar. Mushundaq qilib o'rganganlaringiz orqali go'zal axloqingizni texmi yuqori saviyaga yetkazolmaydiganligingizga ishonaman. Agar B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, söyümlük qayrindishim, bəyan javobingizga qaraganda siz rəhimdil bo'lishning naqadar muhimligini nihoyat yaxshi tushunib yetibsiz. Bundan keyin davomliq bu haqda oldi bilan söyümlük Peyğəmbərimizning ondan cho'nglarni ulgu qilishingizni tavsiya qilaman. O'zingizning kichiklarga va do'st birodarlaringizga mehribon bo'lishingiz ularga ulgu bo'lishga yetarli. Chunki go'zal axloq eg'izi degandan bakrak amaliy ulgu bo'lish bilan yetiladi. Qalbingizdagi bu rəhimdillik və g'ayrat bilan boshqalarga ulgu bo'la oladiganligingizga ishonaman. Davomliq texmi yaxshi musulmon bo'lishga tirishing. Qat'iy voz kechmang. Agar C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, söyümlük qayrindishim, aslida sizning qalbingiz bu rəhimdillikka to'lgan degan gap. Ammo ba'zida bu tuyg'ularingizni aks ettirishni unutib, sal qarab qoladi ekansiz. Lekin bu tuyg'ularning shunday yaxshi taraflari borki, siz tabiatga, insonlarga va hayvonlarga qanchalik rəhimdil bo'ladi ekansiz, hayotingiz shunchalik rangorang ham go'zal bo'ladi. Chunki söyümlük Peyğəmbərimiz mundaq degan: Haqiqatan Allah Taala bandalarining ichidagi rəhimdil bo'lgan bandalariga marhamat qiladi. Demak, siz boshqalarga rəhimdil bo'lsangizlar, Allah Taala buning mukofotini cho'qim qaytaradi. Şuna bundan keyin ham Allohning roziligi uchun, ham o'zingizning foydasi uchun tirishadiganligingizga ishonaman. Programmamizdan bu qitimki soni mushu yerda oxirlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.